yana odimlaydi soat minglari, hayot sabog'ini eslatar go'yo, yillar to'ldiradi umr daftari. Kirib kelayotgan yangi yilimiz o'tgan yillarimiz kabi barokatli, fayzli bo'lishini tilagan holatda barchalaringni yangi yil bilan chin ko'ngildan tabriklayman. Bu yilni yurtboshimiz tomonidan mahallalarni rivojlantirish, jamiyatni yuksaltirish yili deb nomlanishi bizga juda katta mas'uliyat yuklaydi. Ya'ni bugungi kunda ishsiz fuqarolarni kasbga o'rgatish, yoshlarni o'zi qiziqqan kasbga jalb etish bu asosiy vazifalardan biri va biz bu vazifalarni sidqidildan bajarib 2026-yilda erishmagan yutuqlarga erishishni niyat qilamiz. Hurmatli yurtdoshlar, kasbdoshlar, barchalaringni kirib kelayotgan yangi yil bilan chin ko'ngildan tabriklayman. Sizlarga oilaviy xotirjamlik, tinchlik, totuvlik, doim osmonimiz musaffo bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin. Yangi yil, baxtli kunlarning davomi, oppoq orzu kabi yog'ayotgan xor. 2026-yil xalqimizga oilaviy xotirjamlik, baxt, omad, ulkan muvaffaqiyatlar tilayman. O'qish istagida bo'lgan yoshlarni Ko'yka o'quv markaziga o'qishga taklif qilaman. Shu aziz zaminga fayzlar yog'ilsin, baxtlar tark etmasin yana yer oshib, tark etmasin yana yer oshib. Bugun sog'inamiz yorug' so'zlarni, sizga aziz do'stim, aziz yurtdoshim. Kirib kelayotgan 2026-yil bilan barchani chin qalbimdan tabriklayman. Hammaga omad, quvonch, omadli yil bo'lib kelishini xohlayman. Shu bilan birgalikda ushbu yilda bitirayotgan 6-oqim, elektr va elektronika va boshqa yo'nalishlarni ham chin qalbimdan tabriklayman. Kelayotgan 2026-yil bilan o'quvchilar va o'qituvchilar nomidan tabriklaymiz. Yil markazimizda ulkan yutuqlarga erishdik. 2026-yilda bundan da ulkan yutuqlarga erishishga tilakdoshiman. Yangi yillaring bilan